Assalomu alaykum hammaga, Muhros bu kanalga xush kelibsizlar. Hop, bundan oldingi videomda men sizlarga birinchi 1000 ta obunachi yig'ish haqida ma'lumot bergan edim. Bugungi videomda aynan birinchi $1000 yig'ish haqida ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni birinchi $1000 topish yo'li qanaqa bo'ladi. Bu narsani bitta anaqasi bor-da, inobatga olishimiz kerak bo'lgan narsasi bor, ya'ni joyi bor. Bu nima? Nozik masala. O'zi nega ayol kishi ishlashga harakat qilib qoladi? Ishlashga, o'zini qanaqadir shaxsiy daromadi bo'lishiga va bu narsa, bu holat ko'pincha aynan turmush qurib, ya'ni oilali bo'lib, farzandli bo'lgandan keyin juda ham kuchayib ketadi. Endi bunga sabab nima? Bunga asosiy sabablardan bittasi bu birinchi navbatda o'sha ayolda nima bo'ladi? Shukronalik hissi kuchayib ketadi ko'p holatda. Endi men o'zimni tajribamdan aytyapman. Ikkinchi masala endi qo'rquv paydo bo'ladi. Ikkita sabab. Ya'ni shukronalik va qo'rquv. Bu nima degani? Shukronalik qachonki ya'ni ona bo'ldi, onalikni his qildi, onalikni qaysidir ma'noda qiyinchiliklarni his qildi va ana endi u ham ota-onasiga qanaqadir mehrini berishga, ota-onasiga o'sha sovg'a salomni berishga va hokazo ota-onasini qanaqadir xursand qilishga harakat qilish boshlaydi. Buning uchun nima kerak? Pul. Va bu narsani endi aytishingiz mumkin, eri bor-ku. Erichi. To'g'ri, eri bor. Lekin mana shu narsada qanaqa xohish paydo bo'ladi? Erdan olmaslikka. Bu nima degani? U farzand sifatida u ham o'zini ota-onasini xursand qilishni xohlaydi. U ham farzand sifatida o'zini shukronaligini, o'zini nima bo'ladi, minnatdorchiligini bildirishga harakat qiladi. Va buni to'g'ri qabul qilish kerak. Qachonki bu narsa o'sha halollik chegarasida va mumkinlik chegarasida bo'ladigan bo'lsa, bu uni qanaqadir asabiylashtirmasa, buni stress holatlariga tushirmasa va bu uni qaysidir ma'noda munosabatlariga ta'sir qilmasa. Demak, bitta sababi shu, ikkinchi sababi qo'rquv dedim. Qo'rquv nima degani? Endi qo'rquv qanaqa bo'ladi? Qo'rquv ko'p holatda endi nima bo'ladi degan savol paydo bo'ladi. Agar mabodo farzandimga nimadir bo'lib qolsa, agar mabodo aytaylik munosabatlarimda nimadir bo'lsa. Bu endi qaranglar. Bu ikkala sabab ham nimadan kelib chiqadi? Bu o'sha nima bo'ladi? Yon atrofdagi odamlarning fikrlaridan kelib chiqadi. Faqat ikkalasini ham iloji boricha to'g'ri yo'naltirishni bilish kerak. Ya'ni pul topmoqchisiz, молодец, zo'r, yaxshi fikr. Lekin bu narsani demak halollikda, mumkinlik chegarasida va sizni stressli holatga tushirmaydigan vaziyatlar bilan topishga harakat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni munosabatlaringizga hech qanaqa putur yetkazmasligi, o'zingiz sog'lig'ingizga qanaqadir zarar yetkazmasligi, shu sizni stress qilmasligi kerak. Har qanaqa vaziyatda ham xoh shukronalik hissi bo'yicha bo'lsin, xoh qo'rquv bo'lsin. Endi munosabatlarga deganim ko'pincha mana shu narsa keyin sabab bo'ladi yo mutlaq bir-biriga begona bo'lishga yoki ajrimga. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Pul topish bu maqsadni chiroyli qo'yish bilish kerak, chiroyli halol holatda qo'yish bilish kerak. Endi uyda o'tirib $1000 topish yo'li deganda nimani tushunasiz? Uyda o'tirib $1000 topish deganda bu $1000 men o'zimni shaxsiy nima bo'ladi? Anaqami berdim, limitimni, misol uchun hozirgi holatda, hozirgi video uchun limitimni berdim. Endi siz nima qilasiz? Siz qo'lingizdan keladigan vaziyatlardan kelib chiqqan holatda o'zingizni limitingizni qo'yasiz. Boshlanishiga o'rtacha bu 3 oydan 6 oygacha bo'ladi. Bu nima degani? Ya'ni uyda o'tirib bu narsa degani nima? Uyda o'tirib 1 oyda emas, misol uchun aytaylik 1 haftada emas yoki 1 yilda emasda, eng kami 3 oy. 3 oydan 6 oygacha. 3 oydan 6 oygacha bu normal. Endi buni summani qanaqa katta kichkinaligiga qarab, siz qaysi davlatdaligingizga qarab albatta farq qiladi. Va endi yana bitta narsasi bor. Aynan ayolni qo'ldan keladigan narsalardan kelib chiqqan holatda ham bu o'zga haqida gaplashamiz. Endi qarang. Demak, uyda o'tirib $1000 topmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, nimalar qilishingiz kerak? 5 ta maslahat. 5 ta. Birinchisi bu agar siz onlayn topmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, onlayn topish yo'llarini qidirasiz. Blog ochish mumkin bo'lishi mumkin yokida qanaqadir maxsus onlayn ishlaydigan platformalar bo'lishi mumkin. Misol uchun Fiverr degani bor, keyin aytaylik yana Upwork bor, yana maxsus bir nechta saytlar bor. U yoqda siz vazifalarni bajarasiz va daromad qilasiz, pul olasiz, ishlaysiz u yerda. Normal holatda ishlaysiz.
Xo'p, demak, keyin yana nima bor? Demak, o'zingizga qulay platformani tanlab olishingiz kerak. Yoki blog ochish, misol uchun aytaylik, bu Instagramda bo'lishi mumkin, YouTube'da bo'lishi mumkin, TikTok, Telegram va hokazo. O'zingizga qulay platforma orqali demak daromad yo'lingizni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi onlayn deyapsizmi? Onlayn degandan keyin bu sizga onlayn bo'lishi kerak va onlaynda siz bor, qo'lingizda nima bor? Telefon bormi yoki kompyuter ham bormi? Shundan kelib chiqqan holatda bilishingiz kerak bu. Kompyuterda bo'lsa, balki qaysidir ma'noda imkoniyatlaringiz ko'payar. Dizaynerlik va hokazo. Tushundingizmi? Endi ikkinchisi, bu ikkinchi maslahat, nima sotmoqchiligingizni aniqlab olishingiz kerak. Bu xizmat turi bo'ladimi yoki mahsulotmi? Ya'ni nima sotmoqchisiz, nimadan daromad qilmoqchisiz. Shunchaki men $1000 topmoqchiman deb o'tirish yo'q, bu yetarli emas. Nimadan pul topmoqchiligingizni bilib oling. Endi uchinchi masala, bu maqsadni aniq qo'yish. Maqsadingizni aniq qo'ying, sana, narx. Bu nima degani? Bu ikki taraflama ham bo'ladi. Mahsulotingiz uchun ham, ya'ni o'sha sotadigan mahsulotingiz, sotadigan nima deydi, xizmat turingizga moslab qo'yasiz narxi, xuddi shunaqa sanasini, qachon tayyor bo'ladi u va qancha muddat sotiladi. Bu bitta taraflama. Endi ikkinchi taraflama, xuddi shunaqa siz o'zingizga qo'yiladigan sana va narxingiz. Bu qanaqa? Aytaylik, 2 oyda, misol uchun aytaylik, mayli $800 topaman. 2 oyda yoki $1000 topaman. 3 oyda $1000 topaman. Xo'p, mayli, 3 oyda $1000 topaman. Buning uchun nima qilishim kerak, qancha narsa sotishim kerak va hokazo hisoblaysiz. Endi, xo'p, 3 oyda $1000 topar ekansiz. Demak, sana qo'yildi va narx qo'yildi. Bu o'zingizga deadline beradi va aynan qiymatni beradi harakatingiz uchun. Endi shu bilan birga 4-maslahat, bu o'sha $1000 nima qilmoqchiligingizni bilish. Endi ana qilib ketdi, nima deydi, qorong ana qilib ketdimiz, quyosh hisobiga. Xo'p. Okay. Endi qaranglar, o'sha $1000 nima qilmoqchisiz? Nima qilmoqchisiz o'sha $1000? $1000 sizga nimaga kerak? Nimaga ishlatmoqchisiz o'sha $1000? Mana shu narsani aniqlab oling. Ya'ni shunchaki bo'ldi, qo'lingizga $1000 berildi. Masalan, tasavvur qiling-da, Alloh nasib qildi, sizga qo'lingizga $1000 berildi. Endi o'sha $1000 nima qilasiz? Mana shu savolga javobingiz oldindan tayyor bo'lsin. $1000 topishingizdan oldin tayyor bo'lsin. O'shandagina siz o'sha pulni nima qilishingizni bilasiz. Misol uchun, bu nima degani? Ya'ni nima qilaman, muharram ishlataman deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Yo'q, unaqa emas. Ya'ni siz necha foizini ehson qilasiz, necha foizini investitsiya qilasiz, necha foizini o'sha o'zingizni, misol uchun aytaylik, o'zingizga rahmat etish uchun ishlatasiz, misol uchun. Necha foizini o'sha aytaylik, maqsadingiz bor edi, masalan, ota-onangizga nimadir qilib berish. O'sha narsa uchun ishlatasiz. Qanchasini, hammasini $1000 nima qilishingizni bilmasdan $1000 topaman deyishni emas. Misol uchun tasavvur qiling, mana hozir misol uchun kimdir sizga aytaylik, menga $1000 kerak deyapti-da, deyapsiz-da, sizga $1000 beryapti. Nima qilasiz u pulni? Mana shu narsani esingizdan chiqaring. Tushundingizmi? Endi $1000 topdingiz. Endi nima qilasiz? $1000 topganingizdan keyin ikkinchi masala bor, ya'ni oxirgi 5-etap, bu o'sha $1000 ni o'sha holatida qoldirasizmi? Yokida yana uni ko'paytirishga harakat qilasizmi? Bu nima degani? Bu ishlatishdan tashqari, masalan, investitsiya va hokazo, o'zingizga ishlatish va hokazo, o'shalardan tashqari endi, ya'ni keyingi maqsadingizda ham $1000 bo'ladimi bu narsa? Yokida yana boshqatdan reja tuzish degani bu. 5-etap, bu yana davomiylik. Siz bir marta $1000 topdim, bo'ldi, $1000 o'zi yetar ekan degan tushunchani o'zingizga nima bo'lsa saqlab olmang-da. Bilishingiz kerak. Xo'p, $1000 kerak edi sizga. O'sha $1000 topdingiz, har qanaqa yo'llarni qildingiz, halol yo'llarini. Va nima qildingiz? Qo'lingizga keldi. Kerakli joyga ishlatdingiz. Endicha. Mana shu endicha degan savolga, ya'ni undan keyingi narsani ham o'ylashingiz kerak bo'ladi. Bu ratsional fikrlash bo'ladi. Mana shularga javob topganingizdagina siz o'sha $1000 ga harakatingiz boshqacha bo'ladi. Menga ko'pchilik bilasizlarmi, eng katta xato bilan yoshishadi. Pul topmoqchiman. Toping. Pul topilmaydi, pul ishlanadi. Pul topish uchun ishlanadi. Pul shunchaki topib olinmaydi. Pul uchun harakat qilinadi. Menga ham ish o'rgating. Qo'lingizdan nima keladi? Men sizni taniymanmi? Yo'q. Men sizga kafilmanmi? Yo'q. Men sizga nimadirni o'rgatishim uchun nimani bilishim kerak? Men siz kimligingizni bilishim kerak. Ya'ni, xuddiki misol uchun tasavvur qilasizlar-da, mana
onlayn ish deganda onlayn ishni juda ham oson tasavvur qilishadi. Yo'q, bu yerda ham xuddi shunaqa. Siz ishlaysiz, kerak bo'lsa, misol uchun aytaylik, oddiy borib ishlaydiganda ertalab 9 da borib, kech payt 6 da qaytadigan bo'lsangiz, aytaylik, masalan, ertalab qaysidir vaqt yarim soatcha aytaylik yo'lingizga ketdi, bu yerda yana yarim soat kelishingizga ketdi va umumiy hisobda mana shuncha vaqt ishlatdingiz va 8-10 soat ketkazdingiz va hokazo dedik misol uchun. Endichi onlayn ishda umuman boshqacha bo'ladi. Onlayn ishda qaysidir kun 5 soat ishlaysiz, qaysidir kun 2 soat ishlaysiz, qaysidir kun umuman ishlamaysiz. Boshqa narsalar bo'ladi. Yoki-da aksi 24 ga 7 ishlashingiz mumkin. Tushundingizmi? Demak, onlayn ish deganda buni yengil qaramaslik kerak va qo'lingizdan nima kelishini bilib oling. Sizga shunchaki hech kim ish yoki sizga shunchaki hech kim pul berib qo'ymaydi. Pul olish uchun o'sha narsani, ya'ni qiymatini birinchi navbatda o'zingiz bilishingiz kerak. Shu mahsulotingizni, xizmat turingizni qiymatini bilishingiz kerak, vaqtingizni qadrlashingiz kerak. Shundan keyin o'sha pulni nimaga sarflamoqchiligingizni bilishingiz kerak. Endi o'shalarni hammasi ikkita A va B tochkalarning orasida mana shu pulni qanaqa topishingizni ham bilishingiz kerak. Tushundingizmi? Yo'llarini. Bu yo'llari mana shu 5 ta asosiysi. Demak, asosiysi o'zingizga qulay platformani aniqlash, nima sotmoqchiligingizni bilib olish. Misol uchun bu aytaylik xizmat turi bo'ladimi, misol uchun yokida mahsulot. Uchinchisi bu maqsadni aniq qo'yish, ya'ni sana va narx. Ikki taraflama. Mahsulotingiz uchun ham xuddi shunaqa aytaylik erishmoqchi bo'lgan narxingizda ham, erishmoqchi bo'lgan narxingizda ham. Misol uchun aytaylik $1000, $5000 va hokazo. Hop, endi 4-chi masala bu o'sha $1000 nima qilishingizni yozishingiz. Nima qilasiz shu $1000? Nimaga kerak sizga va nima qilmoqchisiz shu narsani? Shu narsa kelganda. Endi oxirgisi endi o'sha $1000 bilan to'xtab qolasizmi yoki $1000 sizni nima qiladi? Yana davomiy harakatlantiradimi? Harakatlantirish kerak. Qachonki bu narsa halol bo'lsa, qachonki bu narsa sizga stress bermasa. Tushundingizmi? Onlayn daromad qilish yaxshi, ayol kishiga nisbatan juda ham yaxshi. Qachonki siz bu narsani to'g'ri qila oladigan bo'lsangiz va bu narsani o'zingizga stress emasdan qiladigan bo'lsangiz. Agar yana shu bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozing, javob berishga harakat qilaman. Inshaalloh keyingi videoyimda sekin-sekin keyingi videolarimda ayni bir yo'nalishlarda daromad qilish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida gaplashamiz. Keyingi videoyimda bu mavzu ingliz tili, ya'ni ustozlik bo'yicha qanaqa qilib dars berishni boshlash kerak va bundan qanaqa daromad qilish mumkinligi haqida gaplashamiz. Rahmat kattakon, ketkazgan vaqtingizga sog' bo'linglar, obuna bo'lishi va o'zingiz fikrlaringizni kommentariyada yozib qolishni unutmang. Rahmat.